1989-yil universitet maqomi berilgan va hozirgi paytda dunyo bo'yicha 213-o'rinda turadigan va o'quvchilar sig'imi hozirgi paytda 50 mingdan ortiq talabalari bor, 200 dan ortiq ta'lim yo'nalishlari mavjud bo'lgan Avstraliyaning Queensland shtatida joylashgan Queensland University of Technology ga tashrif buyurdik. Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun men Avstraliyaning Queensland shtati va Brisbane shahridaman. Bu yerda o'qiyotgan talabalarimiz bilan uchrashib, ularning tajribasini, ularda yashash tarzi va universitet haqida ularni o'z fikrlarini eshitish uchun shaxsan o'zim tashrif buyurdim va bugun bizning talabamiz yaqinda Avstraliyaga kelgan va hozirgi paytda Queensland shtatidagi Queensland University of Technology da o'qiyotgan talabamiz Muhammad Ali. Muhammad Ali bilan tanishing va hozirgi paytda Muhammad Ali aynan mana shu biz turgan Queensland University of Technology da ta'lim olmoqda. Bugun video davomida siz Muhammad Alini Avstraliyaga kelgungacha bo'lgan jarayoni va Avstraliyaga kelgandan keyingi hayotidagi bo'layotgan o'zgarishlar, bo'layotgan rivojlanishlar va bu yerda bo'layotgan holat haqida o'zlarini tajribasini so'raymiz va sizdan qiziqtirgan savollarni Muhammad Alidan so'rab sizga barcha kerakli ma'lumotlarni bugun ulashamiz. Muhammad Ali, qalaysiz? Assalomu alaykum. Yaxshi, xudoga shukr. Qalay bo'lyapti o'qishlar? O'qishlar yaxshi. Boshlaganimizga inaqdorasi yaqin 2 oy bo'ladi. O'zi mid semestr examlarimiz keldi. Yaqinda break. Shular qiyin bo'lyaptimi yo osonmi? Qiyin. Endi universitet rankingi ham ancha katta. O'qishlar oson emas, o'qishlar qiyin. Yaxshi, o'qish paytida mana darslar hammasi ingliz tilida bo'ladi, to'g'rimi? IELTS necha edi? 6,5. IELTS 6,5 bilan keldingiz, lekin darsdagi bo'layotgan atmosfera polni inglizcha bo'ldi-ku o'zi. Qanaqadir moslashishga qiyinchiliklar bo'lmayaptimi? Ingliz tiliga moslashishga dars paytiga qiyin bo'lmadi, lekin ko'chada birovlar bilan suhbatda lekin bor. Bu yerda o'zi aksent bor, tezlik bor va moslash uchun ham qiyinchilik bor. Pronunciation ham bitta boshqacharoq. Zo'r. Xo'p, bu yerda nima yo'nalishda o'qiyapsiz? Hozir foundation o'qiyapman. 1 yil foundation, keyingi yili Bachelor of Business Marketing bo'lib ketaman. Zo'r. Demak, umumiy hisobda 4 yil o'qishingiz kerak bo'ladi. 4 yil. Yaxshi. Xo'p, Muhammad Ali mana oldin boshqa davlatga ham topshirganmisiz? Yo'q. Men Avstraliya bo'lib. Nima uchun? Mana nima sababdan aynan Avstraliyani tanladingiz? Boshqa shaharlar, boshqa davlatlar bor edi, Britaniya, Amerika, lekin ular yashash opasniy bo'lganligi uchun, o'g'irliklar ko'p bo'lganligi uchun, havolar chataq, qish ko'pincha bo'lganligi uchun ko'pincha shunga Avstraliya urganmiz, chunki bu yerda 365 kun yoz, opasniy bas. Yaxshi. Demak, xavfsizlik nuqtai nazaridan hech kim narsalar o'g'irlab ketmaydi. O'ta ham kam bunaqa holat. Kechasi ham bemalol yuraverasiz. Rayonlari bor baribir, bor, lekin o'sha xavfli rayonlarga bormaysiz. Любой shaharlarda bo'ladi. Ob-havo har doim shunaqa, ochiq. Hozir ancha sovib ketgani, hozir o'zi bu yerda qishga qarab kirib ketyapmiz, bu yerda naborot. Bizda yoz bo'lsa, bu yerda qish bo'ladi, naborot yuradi bizda. Lekin havolar yaxshi. Endi sovishni boshladi, endi sovib nima bo'ldi. Zo'r. Demak, Avstraliyani tanlashingizga sabablardan biri bu xavfsizligi, ikkinchisi ob-havosi. Universitetlar rankingiga ancha balandligiga qo'yganlarga qarang. Zo'r. Sizga bu Queensland University of Technology yoqdimi? Universitet yoqdi. Universitetda o'qitishlari, domlalari, atmosfera zo'r. Yaxshi. Endi mana ko'pchilik sizni tengqurlaringiz, sizga o'xshab Avstraliyaga kelmoqchi bo'lgan talabalarni bitta savol qiynaydi-da. Bu yerga kelgandan keyin yashash xarajati qanaqa? Mana haftalik xarajatlar qancha sizda? Men 17 yoshman. Men 17 yoshligim uchun meniki qo'yganlarga qaraganda ancha qimmat. Arendam o'zi 1720 avstraliya dollarida bo'ladi. U amerikanskiga yeb ichganda $1000 o'tadi bir haftaga. Lekin yeb ichdi O'zbekistonlikdan ozgina qimmat xolos. Yeb ichib esa unaqa qimmat emas. Siz under age, ya'ni 18 ga to'lmaganligingiz sababli sizda xarajatlar 18 ga to'lgan yoshlarga nisbatan ko'proq. Yotoqxonada turish majburiy. Majburiy yotoqxonada turasiz, shu sababli sizda ko'proq xarajat qimmatroq. Zo'r. O'qishdan tashqari ishlaysizmi? Hozir yo'q, chunki foundation kelganmiz, timetablemiz to'g'ri kelmayapti. O'zgartirish hozir imkoni yo'q, chunki oxiriga
qolib keldik, timetable joylab qolmagan, o'zgartirmaganmiz. 17 yoshman. Ish topish qiyin. Topsak ham 17 yoshligimiz uchun o'zi qonun yozgan ancha kam beradi. Qonuniy 17 yoshdagi, ya'ni 18 ga to'lmagan yoshlarga kamroq ish haqqi berishadi. Hamma joyda. Zo'r. O'ylaymanki tez orada 18 ga to'lasiz. Avgustda. Avgustda 18 ga to'lasiz. Zo'r. O'qishdan tashqari mana har doim haftada 5 marta o'qishga kelasiz, to'g'rimi? 5 marta. O'qishdan tashqari umuman olganda talaba hayoti qanday bu yerda? Bu yerda yangi kelganligimiz uchun yangi muhitga adaptatsiya, ya'ni environment adaptatsiya qilish uchun boshida qiyin bo'ldi, lekin hozir ancha yo'lga tushib oldik. Lekin o'qishlar oson emas. Baribir darsdan payti ham ko'pincha holatda dars qilamiz, lekin shahar aylangani boshqa qanaqalarga chiqinadi. Aylanish uchun ko'p joylar. Joy ko'p. Tabiat. Universitet o'zida ham joy ancha ko'p. Universitet o'zi ham katta ancha, ichida bog'lari bor. Chetda ham o'zi 65 gektarlik bog'i bor haqida. Yo'q. Biz ko'rdik narigi kampusida, bu ham juda katta kampusga, uni ham oldida bog'i bor, talabalar juda ko'p. Zo'r. Endi aytingchi, Muhammad Ali, mana Avstraliyaga kelgungacha jarayonlar bo'ldi. Avstraliyaga kelgandan keyin shu narsani Avstraliyaga kelishdan oldin bilsam bo'lardi-ku degan bir qanaqadir sizni qiynagan nimadir qiyinchilik bo'ldimi? Shu narsani bilganimda balki men kelganimda qiynalmasdim yoki shu narsani bilganimda tezroq moslasharmidim degan qanaqadir his-tuyg'u bo'ldimi sizda? Bu yerda hamma narsa dokumentalni ishlaydi. Bu yerda hamma kontrakt bilan ishlaydi. Arendaga yo'l olasizmi, boshqa narsa qilasizmi? Bu yerda hamma kontrakt bilan ishlaydi. Tanish bilishlik bu yerda narsalar o'tmaydi. Shu narsani bilmaganmiz. Shu arendani borgandan keyin to'g'rilaymiz deb o'ylaganmiz. Arenda decha muammo bo'ldi. Ko'p kishi O'zbekda o'z kelganda bu yerda muammo bo'ladi shu arenda. Arendani bilmaganmiz. Ish topish shunaqa narsalarni bilmaganmiz. Demak, Muhammad Ali bu yerga kelishdan oldin, Avstraliyaga kelishdan oldin o'zbekcha stillarni unutish kerak. Ya'ni boraman, gaplashaman, uy qilaman, bu qilaman, stillar уже o'tmaydi. Bu yerda o'zining qonun qoidalari bor. Har bitta qiladigan ishlar kontrakt asosida bo'lishi kerak. Oldindan u narsalarga yozilish kerak, oldindan navbat olish kerak. Bu yerda tartib qonun qoidasiga oldindan moslashib kelish kerak. Ha, bo'pti. Zo'r. Hozir universitet yotoqxonasida turasiz. Boshqa xalqaro studentlar ham bormi siz bilan birga turadigan? Deyarli hamma men turgan student accommodationlar hamma xalqaro student. Xitoydan, Koreyadan, balki Arabistonlardan ham odamlar bor. Boshqa davlatdan kelgan studentlar bilan ham tanishib, do'stlar orttiryapsizmi? Kursdoshlar ko'p. Hammasi deyarli xalqaro studentlar. Darslar qanaqa? Darslarda yuklamasi og'ir emasmi? Qiyin emasmi darslarda ba'zi qilish, darslar bor, bajarish? qiyin. Ba'zi darslar bor, qiyin. Oson emas. Avstraliyaga kelmoqchi bo'lgan, mana sizga o'xshab, aynan shu yerga kelib o'qimoqchi bo'lgan sizni tengdoshlaringizga, umuman olganda o'zingizdagi studentlarga nima maslahatlar berasiz? Avvalambor endi manbas hamma 17 yoshlilar endi ko'p kishi kelgan qiynalyapti. O'sha 17 yosh emas, 18 yosh bo'lib kelganda, chunki bu yerda ligotalar katta. O'zingizni eplashing, keyin diplom o'qiysizlar, foundation o'qimasdan birdaniga diplom o'qiysiz yoki bakalavr o'qib boshlab ketasizlar. O'shanga kelmoqchi bo'lganlar 18 yoshga to'lishiga ozgina qolganda yoki 18 to'lib kelganda o'sha ancha ligotalar bo'ladi. O'shana paytda kelganda ancha zo'r bo'ladi. O'qish lekin zo'r. O'qish zo'r. Keyin kelish uchun IELTS sertifikati bo'lishi shart. Shart. IELTS o'zi ingliz tilini bilmasdan aytda o'ta ham qiyin. Agar SAT bo'lsa, aziz do'stlar, sizda SAT sertifikati bo'lsa, foundationsiz birdan bakalavrga kirish ham mumkin. U o'ta ham zo'r. U grant ham beradi universitet. Unda ancha zo'r bo'ladi. Bakalavrni 3 yilda bitirib oladi. Bitirib, keyin 2 yillik ishchi vizasini ham olsa bo'ladi. Zo'r. Yaxshi, Muhammad Ali, o'ylaymanki, o'qishlarni chiroyli o'qib, ishlar topib, o'zingizga mos ishlarni topib, ishlab, sizdan keyingi kelmoqchi bo'lgan studentlar sizga telefon qilsa, misol, qanaqadir fikrlaringiz bo'lsa, qanaqadir tajriba ulashish kerak bo'lsa, qanaqa? Harakat qilish kerak yoki ilmni yoki bir hunarni, qanaqadir experience bo'lib kelish kerak. Chunki bu yerda kelamatsiz, hunaringiz, ilmingiz bo'lmasa, bunaqa odam bu yerda ko'p. O'shanga o'zingiz topish uchun yo ilmli bo'lishingiz kerak, qo'lingizda hunaringiz bo'lishi kerak. Zo'r. Demak, bu yerga kelayotgan vaqtda siz aytdingiz, boya biz uchrashganimizda
ko'pchilik studentlar orasida aynan bu yerda ommabop va oson ishlardan biri bu sartaroshlik. Sartaroshlik hunari bo'lsa, studentlarga bu yerga kelgandan keyin o'ziga nima desamki, yengilroq nisbatan boshqa ishlarga nisbatan yengilroq ishlashlari mumkin bo'ladi. To'g'rimi? Sartaroshlik, tovuqchilik, oshpazchilik, shunga o'xshash hunar talab qilingan ishlarda bu yerda ancha yaxshi, talab ko'p. Zo'r. Eng minusi nimada mana? Avstraliyaning eng minusi sizga hozir shu bugungacha yoqmayotgan narsasi nima? Bu yerda Avstraliya O'zbekistondan ancha uzoq. Bu yerda o'zingiz yolg'iz his feeling alone, baribir uyda sog'inasiz, tem bo'lib yangi kelgansiz. Yangi atmosfera, yangi narsa. Shu uydan uzoqligi, ko'p bora olmasligingiz ancha chataq. Shu tomoni. Eng nafasi. Lekin o'ylaymanki, yana 1-2 oylardan keyin siz ancha moslashib qolasiz. Holatga, vaziyatga va o'qishlaringizga omad. Sizga har doim siz bilan mana shunaqa ko'rishishlar nasib qilsin va sizga o'xshab boshqa vatandoshlarimiz, boshqa talabalar ham kelib bu yerda o'qishlari hammaga nasib qilsin. Aziz do'stlar, bizni kuzatishda davom eting. Ma'lumotlarimiz, Muhammad Alidan olgan ma'lumotlarimiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta bitta like bosib, kommentariyada o'zingizni qiziqtirgan savollarni yozib qoldirishingiz mumkin va bizga obuna bo'lishni unutmang. Videoga like bosing va bu videoni Avstraliyaga kelaman deb turgan sizni do'stlaringiz, tanishlaringiz bo'lsa ulashishingiz mumkin va sizni qiziqtirgan har qanday savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsangiz, biz javob berib o'tamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar.